Yunusobodda eng yaxshi lokatsiyalardan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Akalar, Yunusobod tumani Otchopar bir mahallasi bormi? Xuddi shu lokatsiyadan 2 sotik yer maydoniga joylashgan mana shu 2 etажkali uchastkani sizlarga srochniy narxda topib qo'ydim-ku. Ko'ryapsizlarmi, mahallani fayzli tinch mahalla, tupik mahallada joylashgan bo'ldi, Tarso'ga joylashgan. Bu yoqdan fasadi taxminan 9 metr atrofida bo'ladigan bo'lsa, ichkariga to'g'ri 24 ni taxminan o'lchab ko'rdim. Kelib o'zinglar uchun yana bir o'lchab ko'rasizlar. 2 sotik yer maydoniga joylashgan 6 xona plus kuxnya bo'ldi. Hovlisini ko'ryapsizlarmi? Fayzligina o'rtada katta zeleniy zona joylashgan bo'lsa, bu yoqda 1 etajli binosi o'zini podvali bilan birga joylashgan bo'ladi. Bu yoqda 2 etажkali binosi, bu yoqda kotyolniy xonani ko'rishingiz mumkin. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Kir-urish, hol va xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Mebel jihozlar bilan umumiy sanuzor joylashgan bo'lsa, birinchi etaj o'zida bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar, xonalarning ko'cha qaragan oynalari bor va eng oxirgi yotoqxona joylashgan bo'ladi. Ikkinchi etaj o'zida umumiy 3 ta xona joylashgan bo'ldi. Bu yoqda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin va keyingi kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. E'tibor beryapsizlarmi? Remontlari o'rtacha holatda, kelib baribir bitta remont qilib olish kerak bo'ladi. Va navbatdagi katta zal mehmonxona. Xullas, akalar, uchastkani ko'rdinglar. Lokatsiya bomba. Yunusobod tumani Otchopar bir mahallasi bordi. Shlagbaumli ko'cha, 2 sotik yer maydoniga joylashgan. Ozgina mehr berish kerak akalar bu uchastkaga. Ozgina kosmetika ishlarini qilib yashayman desanglar, hozirgi zamonning talablariga mos keladigan uchastka. Narxi $149,900 kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri.